To'shxo'jayev Kitobboz. Men 19-maktabda o'qiyman. Bizni qayerdan topdingiz? Magazin ishim to'lish kiruvdim. Keyin ozgina gapirishimdan to'xtab gapirdim. Bir to'dan menga aytdi. Men bu qizni tutanchadan beri Instagramda kuzataman. Bu qizga men ham tutolmoqchiman. Men ham taniyam shu tutadigan gapirishimdan xabar bordi. Men tutolmoqlarini beraman deb mana shu sizni tutolmoqlaringizni berdi. Telefoningizni ham berdi shu bola. O'zingiz yozib, o'zingiz keldingiz. Bu juda ham zo'r. Katta natija olasiz. Xudo xolasa. Va nihoyat Abbosxo'ja mana bugun oxirgi darsimizga yetib keldik. Necha kun yetdi. Biz shunday katta natijaga erishish uchun juda ham ko'pchilik chunki savollar beradi. Buncha qisqa vaqt ichida mumkin emas yoki har xil savollar bor. Va bu savollarga mana ochiqcha o'zingiz javob bering. Mana xolis inson sifatida, haqiqiy natija olgan inson sifatida nima deya olasiz? Necha kun biz ishladik va bugun nechinchi kunimiz bizning? Sizlarni birinchi kun topganimda apam adam ko'rsatganman. Bular birinchi kunda ishonmagan. Qanaqasiga 15 kunda yaxshi bo'ladi degan aytganman. 15 kunda yaxshi qilar ekan deganman. Keyin sizlarning nomerlarini topib, manzillarni topib keldim. O'zim ham birinchida ishonmadim. 15 kunda yaxshi bo'laman, balkim bir oyda yaxshi bo'larman dedim. Mana qarabsizki, bir haftadan ichida Xudoga shukr ravon gapirib ketdim. Mashallah. Bu o'zim ham o'zimga ishonmasdim. Ko'proq hozir o'zimga ishonchim ortgan, Xudoga shukr. Mana sizlar sababchi bo'ldinglar bunga. Hamma joyda erkinsiz. Hamma joyda erkinman, bemalol. Men bitta narsani bildim. Metrodami yo avtobusdami yo katta odamlar ichida o'zimni joyimni bildim-da. O'zingizni o'rningizni topdingiz. Men o'zimni o'rnimni bildim. Hamma bilan ravon, bemalol gaplashyaptim, Xudoga shukr mana. Necha kun bo'ldi? Yetdi shunda? 9 kun yetdi mana. 9 kun yetdi. Xudoga ming xatla shukr. Ishonmagandim, to'g'risi boshida vaqti ishonmagandim. 15 kunda qanaqasiga odamni xayoliga sig'maydigan darajada bu gapirish to'g'ri qiladi. Shuncha yildan beri to'g'ri bo'lmadi. 15 kun ichida to'g'ri bo'ladi, 2 haftaning ichida deb shunaqa keluvdim. Mana Xudoga shukr 9-10 kun ichida ravon bemalol gaplashyaptim hammani ichida, hammani oldida, ota-onamni oldida, o'rtoqlarim, ustozlarim ham kecha bugun so'rabdi. Yaxshi deb o'zim oldin qo'rqib turardim. Qo'llarim qaltirab turadi. Hozir qo'llarim qaltirashi ham yo'q. Demak, bu yerga kelishni o'zi emas, bu yerda bilim o'rganishni va haqiqiy bilim bu hayotda qo'llanganda natija beradi. Demak, bilimni faqat o'rganish emas, uni hayotda qo'llash muhim.